Assalomu alaykum aziz ustozlar, barchaga xayrli kun. Bugundan boshlab aziz ustozlar YouTube kanalimizda turli xil fanlardan, turli xil mavzularda tayyorlangan interaktiv taqdimotlar, interaktiv o'yinlarni joylashtirib boramiz. Uni havolasini esa kommentariyada qoldirib ketamiz. Sizlardan faqatgina talab qilinadigan narsa oz bo'lsa-da mehnatimizni qadrlab, like bosib, obuna bo'lib qo'yish iltimosimiz bor. Mazkur taqdimot ona tili va adabiyot ustozlarimiz uchun mo'ljallangan bo'lib, O'tkir Hoshimovning Dunyoning ishlari qissasi asosida tayyorlangan. Bu albatta darslik asosida tayyorlangan bo'lib, ushbu taqdimotdan foydalanish darsingizni yanada qiziqarli, jozibali qiladi. Ayniqsa hozirgi 21-asr axborot asri davrida har bitta darsni interaktiv slaydlar, interaktiv o'yinlar orqali tashkil qilish bu o'qituvchining zimmasida. Ushbu mana slaydda yong'oq ayirgan bolani qo'li qorayib ketgan. Bu albatta qissada keltirilgan shu rasmlar bilan tasvirlangan ushbu taqdimotda. Va albatta matnlar ham darslik asosida olingan. Bu yerda esa tutdan tayyorlangan mayiz rasmi aks etgan. Bu qissada berilgan, lekin hamma bola ham bilavermaydi. Ayniqsa shahar bolalari tutning mayizi qanaqa bo'lishidan xabardor emas. Bu yerda esa qumg'on tasvirlangan. Slaydda YouTube'dagi Dunyoning ishlari filmi joylashtirilgan. Uni darsingiz davomida o'zingiz kerakli joylarni qo'yib berishingiz mumkin, o'tkatishingiz mumkin va hokazo. Uni darsingiz davomida o'zingiz bemalol boshqara olasiz, aziz ustozlar. Bu esa darsingizni yanada qiziqarli qilishga, o'quvchilarning diqqatini jalb qilishga yordam beradi. Xo'p, bu yerda savollar berilgan. Hikoya asosida o'quvchilarga taqdim etasiz. Topshiriqlar berilgan. Soqqa o'yini aks ettirilgan bu yerda. Bu yerda esa Dunyoning ishlari audio kitobi, audio matni berilgan. Buni ham bemalol darsingiz davomida qo'llashingiz mumkin, aziz ustozlar. Like bosib obuna bo'lishni unutmang. Biz obunalar va like'larga ko'ra yana ham yangi ijodlar qilamiz, aziz ustozlar. Hammaga rahmat e'tibor uchun.